Hamma narsani o'z vaqti bor jigar. Hamma narsani. Yashashning, sevishning, o'lishning ham. Hozir kim bor ekan deyman hamda. Uka. Va alaykum assalom. Akam borligi esingda bor ekan-a? Aka uzr. Siz ham yo'qlamayapti. Janiz ham mazasi yo'q. O'g'lim operatsiya qiladigan bo'lib qoldi, shunga sizda imkoniyat bor. Yordam so'rab keluvdim aka yoningizga. Uka, doim boshingga ish tushganda kelasan ekanda, doim problemangni yetalab kelasan. To'g'ri, menda sharoit bor. Lekin kendinga mashina beraman deb va'da berib qo'ydim. Xafa bo'lmaysan, yordam bera olmayman. Kelinimga mashina olib bermoqchiman-da aka. Mayli aka, bo'lmasa meni mashinamni olib qo'ying aka. Pul zarur menga. Xohlagan ustozga olib boramiz. Hamma yo'g'ini tekshirib olasiz. Kelinimga albatta yoqadi bu mashina. Bo'ldi uka, olmasa o'zim ustamga olib boramiz. Men tezda pulni olib chiqay. Mashinani tekshirib olamiz. Puling sanab beraman shunda. Bo'ldi, hozir mashinani yaxshilab tekshirib oling. Pulni olib oldim, ketdingmi uka? Ketdi aka. Mashinani o'zingiz bemalol oling. Xo'p. Mashina yaxshi. Nimaga sotyapsan? Bu zararligi uchun sotyapman. O'zi yaqinda olding-ku mashinani, zo'ri qarzlaring o'zi. Ey oshna. Bu zarur bo'lib qoldi. O'g'limni operatsiya qilishim kerak. Shunga sotyapman. Ha, bo'pti-da. O'zi xaridoring bormi? Kimga sotmoqchisan? Mashinani men olyapman, Umidjon. Mashina yaxshi ekanmi o'zi? Mashinang bor-ku seni. Umidjon, ko'rmaysanmi? Kelini 2-3 odam edi, mashina haberini boshim ortib bor. Shuni mashinani haberi bir qutulay oshna. Tushunmadim. Keliningga mashina beraman deyapti. Tushunmadim senga Omadjon. Xotinimga mashina beraman deysanmi? Ukangni boshiga musibat tushib turganda, ukang zo'rg'a mana shu mashinadan tirikchilik qilayotgan bo'lsa, Sen nimani ham bilarding? nimani bilishim kerak? O'z jigaringni boshiga ish tushganda sen xotinimga mashina olib berishim kerak deysan-a? Jigaringni tug'ib beradigan ota-onang o'tib ketgan, shundaymi? Senga qoyil qolmadim. Bore seni odam deb chaqirib o'pman. Umidjon, nima bo'ldi? Mashina toza ekanmi? Mashina toza ekan. Lekin seni vijdoning toza emas ekan. Xotin topiladi. Jigar topilmaydi. Shunaqa paytda aka-ukalar bir-biriga asqatmasa, qachon asqatadi? Undan ko'ra mashina olguncha pulini ukangga ber. Farzandini davolatib olsin. Shunda tirikchilik qilib yuribdi. To'g'ri aytasan, men ahmoq xotinning gapiga kirib, jigarimni yolg'izlatib qo'yibman. Mayli, insofni o'zingga bersin. Sog' bo'lgin. Uka, uzr, mashinani ola olmayman. Nimaga aka? Mashina yoqmadimi? Ha aka, tinchlikmi? Uka, meni kechir. Pul meni ko'zimni ko'r qildi. Men pulni ol, jiyanimni tezda operatsiya qil. Pul topiladi. Lekin seni qaytib tug'ib beradigan onam yo'q. Kel jigarim, bag'rimga bosib ber.